Assalomu alaykum. Meni ismim Afzal Xo'jaqudratov. Men Fotomed kompaniyasining O'zbekistondagi texnik qo'llab-quvvatlash markazi mutaxassisiman. Bugun biz Mustang kompaniyasining katta halqa bo'yida zapravkalarda o'rnatilgan stansiyalari bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Yo'lning ikki yuzida joylashgan bu ikki stansiyaning umumiy quvvati 2,1 megavatni tashkil etadi. Fotomed kompaniyasi bu stansiyalarni loyihalashda, string konfiguratsiyada va ishga tushirishda bevosita qatnashgan. Assalomu alaykum. Meni ismim Sherzod. Mustang zapravkalar tarmog'ining menejeri bo'laman. Bizning kompaniyamiz quyidagilarni o'z ichiga oladi: avtomobillarga yoqilg'i quyish va gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari, elektromobillar uchun quvvatlantirish stansiyasi va boshqa turdagi tadbirkorlik faoliyatlari. Fotomed kompaniyasini tanlashimizga asosiy sabab dunyo miqyosidagi o'z o'rniga ega bo'lgan kompaniyalardan bittasi. Tezkor kompleks xizmatlari, texnik qo'llab-quvvatlash markazi, kafolatga ega bo'lgan sifatli mahsulotlarga ega bo'lganligi uchun. Quyosh panellarini o'rnatganimizdan keyin elektr energiyaga bo'lgan sarf xarajatlarimiz taxminan 30% dan 50% gacha qisqartirildi. Bundan tashqari, generatsiya qilingan ortiqcha elektr energiyani elektromobillarni quvvatlantirish stansiyasi orqali elektromobillarga va davlat tarmoqlariga sotamiz. Bu stansiyaning noodatiy qismi shundan iboratki, quyosh panellari tomning ustiga emas, balki quyosh panellari uchun alohida metal konstruksiyalar qurilgan. Bu stansiyalar Huawei Sun 2050KTL M3 invertorlari asosida qurilgan va kommunikatsiya uchun smart loggerlar ishlatilgan. Sun 2050KTL M3 invertori 4 ta MPPTga ega. Bu uni tomlarda va har xil orientatsiyaga ega bo'lgan stansiyalarda o'rnatishda juda qo'l keladi. Invertor IP66 himoya klassiga ega. Bu uni nam va changli mintaqalarda -25 gradusdan +60 darajagacha bo'lgan temperaturalarda uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Bu invertorni avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasi ustidagi stansiyaga qo'yilishiga asosiy sabab unda AFCI funksiyasini mavjudligidir. AFCI funksiyasi o'zgarmas tok tarafdagi elektr yoylarini sun'iy intellekt yordamida aniqlaydi hamda invertorni o'chirib, potensial yong'inni oldini oladi. Stansiyada monitoring uchun smart logger qurilmasi ishlatilgan. Smart logger qurilmasi bu invertorlarni onlayn monitoring qilish uchun qo'shimcha qurilma hisoblanadi. U bir vaqtda 80 tagacha bo'lgan invertorni monitoring qilish imkoniyatini beradi. Asosiy qulayligi AC Embus funksiyasidir. Bu funksiya orqali siz invertorlarni boshqa interfeys kabellarsiz quvvat kabellari orqali monitoring qila olasiz. Barcha stansiyalar Fusion Solar monitoring va boshqaruv tizimiga ulangan. Bu qurilmalarning parametrlarini onlayn kuzatib borish hamda statistik ma'lumotlarni olish imkoniyatini beradi. Kelajakda biz Fotomed kompaniyasi bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan yanada kengroq foydalanmoqchimiz. Keyingi lokatsiyamiz Toshkent shahar Ipodrom bozori yonidagi Gudi binosi tomiga o'rnatilgan 900 kilovatli quyosh elektrostansiyasidir. Bu stansiyaning boshqalardan farqi uning gumbaz shaklidagi tomga panellarning o'rnatilganligi. Bu stansiyada ham 50KTL M3 invertorlari va onlayn monitoring uchun smart logger qurilmasidan foydalanilgan. Agarda siz xo'jaligingiz yoki biznesingiz uchun yechimlar izlayotgan bo'lsangiz, ishonchli uskunalar va texnik qo'llab-quvvatlash uchun Fotomed kompaniyasiga murojaat qiling.